تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Aziz Müslümanlarımız, biz bugün her bir qaysingizlarga islahatni o'zimizdan boshlaylik degan bir temada ders sunmoqchimiz. Biz bu dersimizni boshlashdan burun keng musulmon jamoatchiligiga shu narsani muqaddima sifatida taqdim qilib o'tmoqchimizki, biz davom izchil holatda islohot va isloh bo'lash to'g'risida ko'plagan da'vatlarni qilgan bo'ldik. Bizning mo'tabar buyuk olimlarimiz va yoki bo'lmasa yaqinqi zamon yetishgan da'vatchilarimiz izchil holatda mana bu Qur'on sunnatga ergishib minish, her bir Müslüman bugungi davrining o'zida o'tirg'i chiqayotgan ziddiyat, bo'linish, ixtiloflarni tugutish, hamma uyultashdek uyushib, ulug' muqaddas Qur'oni Karim va hadisi Rasulning atrofiga birlashish to'g'risida shunchalik da'vatlar, shuncha buyuk chaqiriqlar o'tirg'a qo'yilib keldi. Lekin da'vatlar shuncha ko'p bo'ldi. Təşviqatlar sistemlik hem elib berildigan bo'ldi, hem elib berildi. Ama mesele yanılı biz mana shu o'zaro ziddiyatlar, ixtiloflar, bo'linishlar ve her kim o'zi bilgan bir tarafga boshqalarni chaqiriq qildigan bu xil ahvolatlar tugagan yeri yo'q. To'g'ri, bugun islom ummati va shu jumladan Uyg'ur musulmonlarining hayotida bazı bir fikir ixtilofinin, fikri jihatda o'xshamasliklarining mavjud bo'lishi bu bir tabiiy bo'lgan bir ahvol. Nimishqa deganda fikir ixtilofining mavjud bo'lishi bu sahabi kiramlar davrlaridami mavjud edi. Shu jumladan Abu Bakr bilan Ömer radhiyallohu anhuninki o'tirsidimi bazı bir fikri jihatda o'xshamaslik, fikri jihatda bir-biriga zid bazı bir taraflar albatta mevcut bo'lgan. Gerçi bazı bir fikri ixtiloflar şu sahabalarning hayotida mevcut bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu fikirdagi ixtilof, fikirdagi bazı bir o'xshamaslik farqi mana bu kishilarning o'zining do'stligiga, qarindoshligiga va shundaqli o'zining navbatdagi vazifasi va majburiyatini tunib ve bunu ado qilish uchun aktiv qadam bosishga va harakatlanishga hech qachon to'salg'ulik qilmagan. Endi biz bugungi kunda bir-birimizning fikri o'xshamay qolib qolsa, bir-birimizning fikri jihatdagi ba'zi bir farq yoki ba'zi bir ixtilofiy masalalar o'tirg'i chiqib qolsa, biz ikkinchi bir tarafning o'zini shu fikr jihatida ham menga o'xshash usul o'tdi deydigan, yoki bo'lmasa biz atrofimizdagi her bir shaxsga, her bir kishining o'ziga o'zimizning fikrini, o'zimizning tushunchisini, o'zimizning tonishini ularga majburlab tingishga o'rnadigan mana shunday holatlar mavjud bo'ladi. Endi biz bugun nim bo'lsinki bu ixtilof va fikri jihatdagi farq bu davr qiyomatgacha tugamosligi mumkin. Ammo masala biz bugün nimaga duch kelyapmiz? Bugün biz musulmon bo'lish salohiyatimiz bilan bizning bugün majburiyatimiz nima? Mas'uliyatimiz nima? Biz qanday qilgan vaqtimizda zodi bugün duch kelgan xorliqdan qutulamiz. Qanday qilgan vaqtimizda biz bugün
ulug' muqaddas Qur'oni Karim ve hadis-i Resul'ün talimatıga uyg'unlashib, zodi o'zimizning izzatini ve sha'ni shavkatini qo'lga keltirishga muvaffaq bo'lamiz. Qanday qilgan vaqtimizda biz dunyoda ham aziz, oxiratda ham aziz bo'lgan mu'minlardan bo'lamiz degan bu masala ustida har bir musulmon o'ziga yuqori talab qo'yadigan bir davrda, bir bosqichda yashab turibmiz. Mana bugun Uyg'ur musulmonlari yo'lning bir agmisiga duch kelib qoldik. Dunyo taraqqiy qildi, jahon taraqqiy qildi. Bugun bütün dünya miqyasida mana shundoq taraqqiyotlar, mayli uchur taraqqiyotlari bo'lsin va uningdan boshqa taraqqiyotlar yuksalgan, yuqori pallalarga chiqqan shundoq bir sharoit ostida biz Uyg'ur musulmonlari bütün dünya miqyasida bir yo'lning bir agmisiga duch kelib qoldik. Endi biz shundoq bir sharoit ostida bugun zodi biz o'zimizni zodi bir tekshirib beqib, o'zimizdan bir hisob kitob qilib, men zodi buningdan ilgari qandoq yashagandim, bugun qandoq yashayotimi, buningdan keyin qandoq yashamoqchi, mening elib borgan faoliyatlarim, bugungi mashg'ulotlarim zodi Qur'on sunnatga uyg'un bo'ldimi, bo'lmadimi? Biz nima uchun shuncha zo'r tirishchanliklarni qildik, shunchalar davolani qildik, ammo nima uchun holimiz o'ngshalmaydi? Nima uchun bugun duch kelgan xorliqlardan qutulolmaymiz degan mana bu savollarni o'zimizdan bir so'rab beqishimiz kerak. Shuni bilishimiz kerakki, bu xato tajribani 100 qatim takror qilsakmi, ya'ni oxirgi natija yana ham mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Shuni biz takror ana shunda xato tajribani qilavergandan ko'ra biz cho'qim uslubqa ve şundaqla biz özümüzdeki bunundan keyinki manhijiga, bunundan keyinki elib bormoqchi bo'lgan faoliyat, mashg'ulotlarga nisbatan zodi ulug' muqaddas Qur'oni Karim ve hadis-i Resul'ning ruhi ve ko'rsatmasiga uygun bir şekilde planlarni tuzishimiz ve şu planlarni tuzib, mana bu qadamlarni cho'qim haqiqiy bir musulmon mu'minga xos bo'lgan ravishda besishimiz kerak. Mana Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de inna lanansuru rusulana vellezina amanu. Biz elbette bizning elchilarimizga, shundaqli mu'min bo'lgan kishilarga biz nusrat verimiz, bularni g'albiga erishtiramiz dedi. Endi Allah Taala yana bir oyatning o'zida velillahil izzah ve li rasulihi ve lil mu'minin. İzzat Allah ve shundaqla mu'minlar uchun, mu'minlarga xos dedi. Endi biz mana bu oyatlarni o'qiydigan bo'lsak, o'zimizni mana biz mu'min bo'lganligimiz uchun nusrat bizga xos, mu'min bo'lganligimiz uchun izzat bizga xos deymiz-yu, ammo bugun biz o'zimizning holiga bir qarab, zodi biz qaysi davrda, qaysi sharoitda yashayotimiz, holimiz qanday bo'layotdi va boshqa islom dinining g'ayridagi kafir bo'lgan, dinsiz bo'lgan va yoki bo'lmasa boshqa dindagi insonlarning holi nima bo'layotdi, ular bizning ustimizda qanday o'yinlarni o'ynab, nima ishlarni qilyotdi. Biz buningga albatta nihoyat zo'r darajada diqqat e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Shunga bu yerdagi mu'minga izzat xos. Allah subhanahu ve taala mana shu o'zining elchisi bo'lgan Hazreti Muhammed Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ve shundaqli Muhammad alayhissalatu vasallamdan ilgirki payg'ambarligiga, umumatan bütün payg'ambarligiga mana bu mu'min bo'lgan kishilarning o'zini Allah bu oyatda atf qildi. Inna lanansuru rusulana vellezina amanu. Biz albatta bizning elchilarimizga, payg'ambarlarimizga biz nusrat beramiz, bularni g'albiga erishtiramiz. Şunun bilan birga mu'min bo'lgan bandalarimizni ham g'albiga erishtiramiz dedi. Allah Taala mana bu oyatning o'zida amanuni rusulga atf qildi. Endi biz mana bu payg'ambar alayhissalatu vasallamga ve bütün payg'ambarlarga atf qilingan bir mu'min bo'lish salohiyatimiz bilan o'zimizga bir qarab beqishimiz kerakki, zodi bizga nisbatan mana mush oyatlarda qilingan va'da, mush oyatlarda o'tirib qo'yilgan mana bu nusrat va'dalari zodi bizning hayotimizda amalga oshibdimi? Ameliyatda amalga oshmadi aziz birodarlar. Nima uchun? Allah subhanahu ve taala o'zining va'dasiga nastaizu billah muxolifatchilik qildimi? Xiloflik qildimi? Yo'q. Allah hech qachon o'zining va'dasiga hech qachon xiloflik qilmaydi. Ama biz Allah subhanahu ve taala mana bu yuqorqi oyatning o'zida va'da qilgan
haqiqiy mü'minde bulaşqa tegishlik sifatlini, haqiqiy bu mü'minde bulaşqa tegishlik bo'lgan şartlarni biz o'zimizda mukammal özleştirip bulanmagan, mukammal izchillashtirib bulanmagan bo'lishimiz mumkin. Agar biz mana shu yuqorqi oyatda o'tirg'i qo'yilgan bir mü'minde bulaşqa tegishlik bo'lgan sifat İtiqadi cihatta, idivi cihatta, ahlaki cihatta, sadakat ve samimiyet cihatta, itaat ve başka cihatlerde böyle hoşyarlık noktalarından olsun, meyle el-vala vel-bara akideleri noktalarından olsun, meyle halal haramını ölçem yaşaş meseleleri olsun, meyle başka ihlas, niyetinin dürüst oluşu, ile bağın faaliyet meşgulatının ulug' mukaddes Kur'an-ı Kerim ve hadis-i Resulü'nün talimatıga uygun revişte ile beriladigan bo'lişi. Mana muşu noktalardan biz özümüzni bir çıkış qilib turib, özümüzni bir tekşirip, özümüzni bir dansap bakadigan bo'lsak, mana bunun cevabı çıkıdı. Allah Teala yani bir ayetinin özüde وَلَا يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Allah Subhanahu ve Teala bana bu ayette kapırlık için müminlerin üstüde bir yolunu koymaydı dedi. Müminlerini harlaydıgan, müminlerini kul kılıdıgan, müminlerini izledigan bana bu yolunu asla kılmaydı dedi. Bugün kapırlar müminlerin üstüden her türlük eksploatasiya, her türlük zulüm zoravallıklığını ilip bir vatıdı. Bütün dünya miqyasında mana Müslümanlığa nispeten, müminlerine nispeten en ağır bir tallanış, tallaşlığa, en ağır imtihan sınaklığa düş geliş mana bularning beşide ägip duruvatıdı. Bu nima için? Qarab bakın. Biz çuqum nusrat girişimiz, galbi girişimiz ve nusratga layıqlışımızda etkenimiz o halda nusratga layıqlaşkan bu ümmetinin evveli bo'lgan sahabi kiramlar ve sahabi kiramlardan keyingi tabi'illar ve tabi'illarning baskan yolları, eli bağlan faaliyetlere ve ularning itaati ve ularning sadaqatidan ibaret mana bu noktalarga diqqatimizde agdırışımız gerek. Çünkü bu ümmetin evveli ne öyle ıslah olgan bolsa bu ümmetin bugünü hem şu narsa bilen ıslah olur. Gap bilen ıslah olmaydı. Nazariyali bilen ıslah olmaydı. Fakat ıslahat nima bilen boludu? Fakat ıslahat hem to'g'ri bo'lgan bir nazariya, to'g'ri bo'lgan ideya ve fikir, to'g'ri bo'lgan manhaj, to'g'ri bo'lgan amaliyatchanlik natijasida mana bu qalbi nusrat qo'lga keladi. Shuning uchun mana şu ayetler bizge tekrar şu va'dalarni esiltib o'tibdi. Hatta Allah Subhanahu ve Teala ve kana haqqan alayna nunjil mu'minin ve kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Müminlerini qutqizish bizge haq bo'ldi. Müminlerge nusrat berish, g'alaba berish bizning ustimizga haq bo'ldi, vojib bo'ldi degan bu va'dalarga qarab boqaylik. Mana bu va'dalarga qarag'an vaqtimizda mana bu va'dalarning o'ziga qarag'an vaqtimizda biz zo'r darajada albatta umidlanamiz. Albatta umidlanish bizning qalbimizda mavjud bo'ladi. G'alba bizningki ekan, nusrat bizningki ekan deyishimiz mumkin. Ammo mana qaraydigan bo'lsak, holimiz kundan kunga qiyinlashyapti. Halimiz günden günge zayıflaşıvatkan, aramızdaki ihtilaf ve ziddiyet, bölünüşler günden günge yuğunavatkan, hangi yuğunavatkan, tefrikçilikler yuğunavatkan, Müslümanga kapakını turavatkan, mana şundak haletler mevcut olavatıdır. Sebebi ne mi? Sebep, mana şu Allah'ın nusretiga layıklaşkan, Allah'ın nusretiga layık hem bulalaydigan hakiki bir müminin sübtini, hakiki bir müminin şartını özümüzde hazırlaşmamız gerek. Eğer biz Allah Subhanahu ve Teala'nın nusretiga layıklaşkan ve layıklaşalaydigan, Allah ulağa nusret bergen hem nusret birdigan, mana şundak müminlerden bulumuzda etkenimiz özümüzni ıslah kılışımız gerek. Allah Teala mana şu Kur'an-ı Kerim'nin özüde "Va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihat. La yastaklifennahum fil ardi kema istakhlafallazina min qablihim ve la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtaza lahum ve la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna." Allah Teala mana bu ayetning özüde sizlarning içinizden iman etgan ve yaramlık amellerini kılgan mana bu kişilerin özüne Allah Subhanahu ve Teala uladın ilgiri ötken ümmetini
ilgir ötken kişilerini yeryüzüde hükümran kılganga okşaş. Yeryüzüde ulağı büyük hilafet, hukukunu, saltanatını ulağı bergenge okşaş. Allah subhanahu ve taala mana bu kişilerini yeryüzüde hükümran kılış. Ve Allah ulağı razı olgan, tanıgan büyük İslam dinini ulağı müstehkemlep biriş. Allah ulağının korkunçlarından kin ulağı eminlikini almaştırıp biriş, bağışlap biriş doğrusu da Allah va'da kıldı dedi. Mana bu Allah'ın yukarı va'disinin amelge eşi için biz hakiki ravişte imanlık ilgisi oluşumuz gerek. Hakiki ravişte özümüzü ıslah kılışımız gerek. Hakiki ravişte bizden amellerimiz, bizden faaliyetlerimiz çokum mutabikul kitabillahi ve sünnet Resul. Kur'an sünnetki uygun, Kur'an sünnetki muvafık gelgen amel buluş gerek. Mana muşunda boğaz vaqtada biz Allah'ın nusretiga elbette muvaffak olayımız. Galbisiga muvaffaq olayımız. Eğer biz hayatımızda bu galbe, nusret degan o'xshagan mana shundoq zo'r ilticalını qilib turib, hammamiz o'zimizning holini, hammamiz o'zimizning dardini o'tirg'a qo'yib, to'kab, davomli turdi nagili qarsa qaqshab, zarlanib, ammo o'zimizga talabni yuqori qo'yib, o'zimizni isloh qildigan bir tarafga o'tmagan vaqtimizda özümüzni ıslah qilish taraftarı bo'lmagan vaqtimizda xiyolimizni ham aylamaylik ki bu nusrat, bu g'alba asla qo'lga kelmaydi. Chunki nusrat g'albining qo'lga kelishi uchun sharti bor. Sharti bor. Nusrat g'albining qo'lga kelishi uchun sharti bor aziz birodarlar. Shu shartni o'zimizda hozirlashimiz kerak. Mana Alloh subhanahu va taolo hijratning 4-yilida belki 3-yilisi, yani Uhud uruşu, Bedir uruşu bulup aradım, 1 yıl ötkendiğin kin Uhud uruşu oldu. Mana şu jarayonda Allah subhanahu ve taala müminlerine bir imtihan bilan imtihan qilishga duch keldi. Yani imtihan qilishga to'g'ri keldi. Nima uchun? Bular itoatdan iborat bu nuqtaga sal qarg'anlik uchun. Bular itaatsizlikten ibaret mana bu hatalıkni hayatida sodir qilganlik uchun. Peygamberge bo'lgan itaat meselesinde sal qarash ve şu itaatsizlik ularning hayatida mevcut bo'lganligi uchun Allah subhanahu ve taala mana bu kishilarning o'zini qanday qildi? Bir imtihonga duchor qildi. 70 nafar sahabe talafetga duch keldi. Hatta ki İbn-i Qub'a degan bir kishi müşrikler tarafiga o'tib, men Muhammadni o'ltirib etdim deb badi. Şeytan alayhillana Muhammad o'ltirildi deb jarsilib, sahabe-i kiramlarning ichki qatlamida hatta Payg'ambar alayhissalatu vassalam o'ltirilib ketib qopti, shahid bo'lib ketib qopti deb cho'ng umidsizdanish, tushkunlashish ahvolatlari mavjud bo'ldi. Hatta bir muhacir bir ensarning yenidan o'tib ketib dedi ki, hey pukunaho, sen Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın öldürülgenlik haberini anladın mı dedi. Muhacir dedi ki, kanğı melinip yatkan muhacir şu gapni dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam öldürülgen bolsa, Peygamber aleyhissalatu vesselam şehit kılıngan bolsa, Peygamber aleyhissalam maksidi gitipti. Ama sen ölen benim halim kovay. Peygamber öz vazifesine da kılıp, özü arzu kılgan şehadet şarabını içip ketip algan bolsa maksat yetipti. Ama sen bilen biz hayat kaldık. Sen bilen bizning üstümüzge en ağır mesuliyet düşüptü. Eğer bu mesuliyetin ödüsüden çıkanmasak, bu mecburiyetin ödüsüden çıkanmasak, sen bilen bizning halimiz g'o'y degan ekan. Qarab bakaylı. Şu çağının özünde hatta sahabe-i kiramlarning ichida cho'ng umidsizlanish, tushkunlashish, g'amkin bo'lishdan iborat mana bu holat maydonga chiqqan vaqtida Allah subhanahu va taala va taqaddas maxsus oyat tushirib va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sizlar bo'shab ketib qolmanglar, bushab ketib qolmanglar. Sizlar ko'z oldinglarda shahid bo'lgan qarindoshlaringning holini ko'rib g'amkin bo'lmanglar. Ve antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sizlar mu'minli bo'ldigan bo'lsanglar sizlar g'olib dedi. Sizlar haqiqiy mu'min bo'ldiganlar bo'lsanglar sizlar nusratga erishasizlar. Sizlar haqiqiy qalbi nusratga loyiq odamlarsizlar dedi.
Ayet bizge bir narsani uqtirib atadi. Ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. Sizlar haqiqiy mu'min bo'ladiganlar bo'lsangiz, sizlar ali, sizlar g'olib, sizlar ustunlik qozonasizlar. Allah Taala mana bu oyatning o'zidami ustunlik qozonishning, g'albi nusratga erishadigan bir mu'min bo'lishning oxirgi shartini nimaga bog'lab qo'ydi? Mu'min bo'lishga. Haqiqiy mu'min bo'lishga. Ammo bir kishining o'zi men faqat haqiqiy mu'min bo'lsam bo'ldi deb qo'yib, og'zida e'tirof qilib qo'yib, ozg'in amalni qilib qo'yib, men kamil mu'min deb dunyoni tushunmay, basirat egisi bo'lmay, atrofida nima ishlar bo'layotdi, haq nima ishlarni qilayotdi, men musulmonlarni din dushmanlari alqini qilib qanday o'ynayotdi, sen qanday o'ynalayotsa, mana bu masala ustida atrofliq o'ylanmay, bugun dunyoda o'ynalayotgan siyosatning tigini bilmay, buni tushunmay, bugun bu xorliq, bu zillatning nadin kelganligidan iborat bo'lgan sababini ham bilmay, faqat men mu'min bo'lganligim uchun men nusratga loyiq odam deyish bilan masala bo'lmaydi. Çokum biz haqiqiy bir mümin bo'lotganmiz, bizde çokum birinci bo'lib haqiqiy ixlos topilish kerak, sadoqat topilish kerak ve itoat topilish kerak, qanoat topilish kerak, alvala valbara aqidasi topilish kerak, mukammal axloq topilish kerak, hushyor ve chechanlik topilish kerak ve basirat, diroyat topilish kerak, davrini tushunish, hikmat bilan ish qilish topilish kerak. Biz agar bu sifatlarni o'zimizga mujassam qilmagan vaqtimizda, bir mü'minde bulaşqa tegishlik bo'lgan sifatlarni o'zimizda mujassam qilmagan vaqtimizda, bir mü'minde bulaşqa tegishlik bo'lgan ana shunday mukammal shartlarni o'zimizda hozirlamagan vaqtimizda biz nusratdan ig'iz ichishimiz xilvat qiyinga to'xtaydi aziz birodarlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ham intansurulloha yansurukum va yusabbit aqdamakum. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi dedi. Alloh hech qachon bu bandalarning yordamiga ehtiyojli qilib qolmadi. Faqat Allohga yordam berishning yo'li Allohga to'g'ri ravishda itoat qilish kerak. Nafsi xohishingiz ustidan g'olib kelishingiz kerak. O'zingizni kontrol qilishingiz kerak. O'zingizni ulug' muqaddas Qur'oni Karim, hadis Rasulga muvofiqlashtirishingiz, tatbiqlashingiz kerak. O'zingizni shu qalbiga loyiqlashtirishingiz kerak. O'zingizni isloh qilishingiz kerak. Mana bu narsa sizda mavjud bo'lgan vaqtida, mana Alloh taolaning nusrati, Allohning g'albisi shu chaqda amalga oshadi inshaalloh. Shuning uchun mening mana bu islohotni o'zimizdan boshlaylik degan bu temadagi darsimning mana bu muqaddimasida keng Uyg'ur musulmonlariga shu narsani tavsiya qilamanki, biz eng avval mana bugungi qo'limizga kelayotgan, bugungi bizning holimiz ichinishlik bir holga tushayotgan shunday bir sharoitda zodi buning sababi nada? Bunun sebebi nada degan bir masala ustida albatta o'ylanishimiz kerak. Davomliq boshqalardan qaqshab, davomliq boshqalar ustidan zarilib, davomliq boshqalarni ayblab o'tashdan ko'ra, avval o'zimizni bir ayblab beqishimiz, avval o'zimizni bir tekshirib beqishimiz, avval o'zimizdan ketgan ya nada? Biz zodi nima uchun mush kunga qoldik? Nima uchun mush xorliqqa duchor bo'ldik? Nima uchun holimiz kundan kunga echinishlik bo'layotdi? Mana bu masala ustida albatta o'ziga yuqori talab qo'yishini chin vujudimizda mana shunday qilganda biz haqiqiy islohot sohiblaridan bo'la olamiz va o'zini isloh qilgan mu'minlik salohiyatini hozirlab inshaalloh biz Allohning g'albisiga muvaffaq bo'la olamiz. Alloh subhanahu va taolo va taqaddas har birsimizda mana o'zini isloh qilgan va islohotdan iborat mana bu qadam bilan o'zini tunji mana shu Allohning nusratiga, g'albisiga muvaffaqlashtirish uchun qadam bosadigan, bosgan müminlerden boğul nasip olsun. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin. الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.